yoningdan vang o't ketaversin. Sen mana shu yashashni, mana shu yashash mazam. Qara, men mazza qilaman. Albatta. Ha, bitta joyim bitta narsa bo'lib qolsa mashinada, buni narsani topolmaysan. Ayoling bor. Ovqat yeyman sen, og'zingga tutyapti. Yeyapsan, qorning ochganda to'q bo'lyapti. Hojatga kiryapsan, ko'milyapsan, yuvinasan. Bu ne'mat, zo'r ne'mat. Qara. To'g'ri. Bo'lmasligi sekin keladi. 50 yoshga kiribman shunaqa qilib. 50 yosh hazilbaz bu. Mana dadam 90 ga kiribdi. Tashilma, Xudodan qolma, izlan, oyatni o'qib yur. Oyatni o'qishda ish ko'p. Og'zingda oyat bo'lib yursin-da, Xudo taolo yo'lini ravon qilib ketyapti. 3 million 200 ming oylikka ishlayman men. 7 ota uradi bizni qora qozonimizga. Jichchadan o'sha hisob kitob qo'ygan Xudo. $200 topdim. Bugun mazza qilib mos yeyman, qora yeyman, albasa yeyman. Sen u bo'lmaydi. Yaxshi ovqat yeysan, oshqozoning shunaqa kasal bo'lib qoladi. Yaxshi ovqat yeyishni xohlab qoladi. Hozirgi ovqat jichcha go'shi ozligi uchun mazali. Ko'chadagi ovqatdan jichcha bemazali. Ko'chadagi ovqatni mazaligi bor. Log'otib pulini oladi. Go'sht ko'p. O'shaning uchun qancha bo'lsa uyda olib kelib yeyishni o'rgan. U ayoling bilan hamjihatlik qilib yesang, biliging to'ladi. Xudodan so'rasang farzand beradi. Farzandni Alloh beradi-da, Allohdan so'ra. Alloh beradi bu farzand. Sen o'zing yaratib qo'ymaysan. Alloh bersa yaratadi. Mana shunaqa motivatsiyalarni ol o'zingga. Dadani boru, yuragi bilan gaplashing, dadajonim. Nimaga? O'zi bilan gaplashing, dada bilan gaplashing, maza qilasiz. Dadangiz zo'r odam. Dadangiz bilan gaplashing.